Assalomu alaykum azizlar, mana ayni damda biz Nurafshon shahar Qumarg'i mahallasida ma'naviyat bog'ida yig'ilganmiz va ushbu bog'da uzum ko'chatlarini mahalla uyushmasi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorlikda birgalikda ekishmoqda. Jarayonlarni kuzatishingiz mumkin. Respublikamizning barcha hududlarida uzum ko'chatlari ekilmoqda. Shunday ekan, Toshkent viloyati Nurafshon shahrida ham uzum ko'chatlari namunali tarzda ekilib borildi.